Eng yaxshi ko'rgan kitoblaringiz qaysi? Menimi? Hozir. Mening eng yaxshi ko'rgan kitobim Harry Potter. Bu qiziqarli va mazmunli kitob. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Meni eng yaxshi ko'rgan kitobim Thomas Harrisning Qo'zichoqlar sukunati kitobi. Bu juda ham qiziqarli. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Mening eng yaxshi ko'rgan kitobim bu juda qiziqarli kitob ekan. Siz eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Meni eng yaxshi ko'rgan kitobim Miyo bolajonim Miyo va Alpomish. Bizning kutubxonamizda kitoblar bir-biridan qiziqarli va o'ziga odamlarni jalb qiladi. Siz kutubxonangiz haqida qanday taassurotlarga egasiz? Biz kutubxonamizga har kuni kelamiz. Bizning kutubxonamiz shinam va chiroyli. Bizning kutubxonamizda turli tuman va qiziqarli kitoblar bor. Biz kutubxonamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Biz kutubxonada vaqtlarimizni mazmunli o'tkazamiz. Sizlarni kutubxonamizda kutib qolamiz.